Assalomu alaykum. Barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. Mana 1 yillik rasklad qilaman. Eng asosiy muhim hodisalar hayotingizda bo'ladigan 2026-yilda. Kim uchun bu rasklad? O'zingizni energiyangizni tanishingiz uchun. Pul tomonidan yo'qotgan inson, puldan aldab ketishgan ayol haqida. Sizni bu siklingiz yopildi. Bu hayot daftari yopildi. Puldan aldangan inson haqida ketyapti gap. Tak, 2026-yil sizga nimalar olib keladi? Muhim va asosiy hodisalar hayotingizdagi. Qo'rquvlaringizdan chiqishga va ijod qilish boshlashga, ish qilish boshlashga siz qaror chiqarasiz. 3 kishi bilan bitta komanda bo'lib, hozir siz mehnat qilishni boshlaysiz. Lekin bu qilgan mehnatingizni qaror chiqaring. Hozir 3 kishi birga bo'lib mehnat qilishga, ijod qilishga ana shuni hosili juda katta bo'ladi. Sizni katta pullarga chiqaradi. Oilangiz ham tinch bo'ladi va puldan muhtoj bo'lmaysiz. Tak. Meni sevadimi yo'qmi deb, meni tanlaydimi yo'q deb qiynalayotgan inson SMS oladi. Telefon qilishadi, SMS oladi, birga bo'laylik, uzoq muddatga oila qurasiz. Sizga сначала предложение qilishadi, keyin qo'lingizni so'rab, "Davay birga bo'lamiz, oila bo'lamiz" deb shu oila qurasiz. Uchinchi hodisa, siz g'oliblikka erishasiz, kuchga ega bo'lasiz, juda katta kuchga ega bo'lasiz va o'zingizni xafa qilmasdan juda zo'r pul tomonlama katta mukofotga ega bo'lasiz. O'ylamagan joydan katta mukofot pul keladi. Bu pul sizga qachonki siz o'zingizni sevib, o'zingizni tanlaganingizdan keyin, egoist bo'lganingizdan keyin keladi. Shunaqa ham tez kirib keladiki, что siz kutmay qolasiz, qaysi tomonlama keladi. Siz kuchga ega bo'lasiz, g'oliblikka chiqasiz. Shuni tan olishingiz kerakda. Kuchli insonligingizni tan olishingiz kerak bo'ladi. Chunki sizni qo'lingizdan hamma narsa keladi. Hayotingizda bo'lgan qiyinchiliklarni siz tajribaga o'zgartira olasiz. Chunki bu yerda balki qilgan harakatlari uchun u g'oliblikka erishyapti. Yana bir hodisa. Kimdir qarang, olov burchidagi ayol va suv burchidagi erkak kishi, ular так, как сказать по-o'zbekski, договоренность qilishadi-da, oila qurishadi. Zagsdan o'tishadi. Agar siz deb hamma olovingizni ko'rsatavermasangiz, o'zingizni saqlasangiz, energiyangizni bermasangiz, sovuqlikni yoqsangiz, o'zingizni hayotingiz bilan band bo'lsangiz, siz turmushga chiqasiz, sizni zagsdan olishadi. Yana bitta hodisa, kimdir uchun bu juda muhim. Siz kutyapsiz, vasiyatmi, uymi, qaysi tomonga ketishini bilmay turibsiz. Siz uchun все закончится победой-da. Siz uchun hammasi g'alaba bilan tugaydi. Siz olasiz, sizga tegishli bo'lgan sudlashayotgan qog'ozlaringizni siz mana shu muammoda yutib chiqasiz. Yana bitta hodisa.
olov burchidagi erkak kishi harakat qilmayotgan, kutib o'tirgan, siz uni sog'ingansiz, lekin bu munosabatlar buziladi, yopiladi. Siz tajribangizni oldingizda chiqib ketasiz munosabatdan. Chunki bu kurash sizni уже yeb bo'ldi, kuchingizni olib bo'ldi. Siz donolikka ochilasiz, siz aqlingizni ishlatishni boshlaysiz. Yana kim uchun? Yangi bir hodisa. Hayotidagi muhim bo'lgan kimdir kimdir orzu qilishlarini to'xtatadi-da, harakatga o'tadi. Qaysi tomonlama? U o'qiydi. U anchadan beri kuzatib yurgan, anchadan beri kuzatib yurgan yopiq bilimlarni, chuqur yopiq fanlarni kuzatib yurgan. Masalan, taroni anchadan beri ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, siz hozir pulini to'laysizda o'qish boshlaysiz. Pulini to'lab o'qish boshlaysiz. Siz mana shu orqali odamlarga yordam keltirasiz. Chunki bu siz qarab o'tiraversangiz, bu siz uchun tupik, sizni vaqtingizni oladi. Bu sizni qaram, bog'liq. Lekin siz bunga o'qisangiz, oldi berdini to'g'ri qilsangiz, to siz pulga chiqarkansiz. Так, yana bitta hodisa. Bu kim uchun? Hech oldi berdini to'g'ri qilmayotgan inson uchun bu ayol o'qib chiqqandan keyin bu erkak unga yopishib oladi-da, sensiz yasholmayman deb tushunib yetib, polностью mas'uliyatni oladi. Yana mana shunaqa hodisa ham bor. Tak. Aldov. Sevgi uchburchagida o'zini aldab yurgan inson, qachondan beri baxt uchun kurashayotgan, uy uchun munosabatga kirgan inson, o'zi qachonki pul ishlash, ozgina bo'lsa ham, uyda o'tirib bo'lsa ham pul ishlash boshlasa, unga Alloh katta imkoniyat beradi. Yaxshi ko'rgan erkagi bilan birga bo'lishga. Bu erkak havo burchidagi, siz uning uchun вообще eng dunyoda qimmat ayol bo'lasiz, birga bo'lasiz. U sizni juda xohlaydi, siz bilan bo'lgisi keladi. Lekin siz sevgi uchburchagidan chiqsangiz, sizga boshqa yo'l ochiladi, boshqa nima keladi? Boshqa erkak kishi keladi. Chunki siz bu yerda o'zingizni o'zi aldab yuribsiz, samabmanda yashayapsiz-da, bekor kurashib yashayapsiz. Qachonki siz o'zingizni tanlab, o'zingizni tinchligingizni tanlaganingizdan keyin barqarorligingizni, to pul haqida o'ylasangiz, pul ustida ishlasangiz, siz e'tiboringizni pulga qaratsangiz-da, ishingizga, to sizni haqiqiy sevadigan inson keladi hayotingizga va siz yasholmayman deb sizni birinchiga qo'yadi. Yana kim uchun muhim hodisa? Kasal bo'lib yotgan inson, tuzalamanmi yo'qmi degan inson, juda qiynalib yashayotgan inson sog'lomlashadi. Chunki orzusi, sog'lom bo'lish orzusi amalga oshadi. Sevgida sog'lom bo'ladi, lekin yaxshi ko'rgan insoni bilan munosabati yopiladi. Chunki u xohlaydimi, xohlamaydimi pulga chiqish kerak. Pul ishlash boshlash kerak, o'zini biznesini qilish kerak. U kasal bo'lyapti только munosabatda debdi. Qachonki u o'zini tanlasa, pulni tanlasa, shunda pulga chiqa oladi. To есть qanchalik ayol kishi, erkak kishi deb o'lib ketyapti, energiyasini beryapti, u hayotda na sevgiga erisha oladi, na chiroyli hayotga. Qachonki u o'zini tanlab, ijodini tanlasa, mana shu haqida gap ketyapti ko'proq bugun. Tak. Yana bitta hodisa, sizni o'tmishga qarab, vaqtingizni ketkazib o'tirgan inson uchun o'tmishga qarab, oldingidaqa bo'ladimi, yo'qmi munosabatim deb o'ylab o'tirgan inson energiyangizni jadnichайте deganda ehtiyot qiling, bermang hech kimga.
qachonki siz energiyani berishni to'xtatsangiz, siz kacheladan uzoq sovuq munosabatlardan ketib, siz o'zingizni kelajagingizni ko'rish boshlaysiz-da. Orqaga qarab o'tirsangiz, siz kelajagingizni ko'ra olmayapsiz-da, ikkilanib yashayapsiz hayotda. Sizga yo'l tushyapti, siz uzoq boshqa davlatga ketasiz. Ana shu yerda kuchingizga ega bo'lib kelasiz. Kim uchun bu? Kim uchun? Sehrgar inson uchun. O'zini agar ikkilanishni to'xtatib, o'zini hayotini qo'lga olsa, mayli juftlikda kim bilandir ish qilsa, hayoti zo'r ketadi, lekin orqa tomonda hech nima yo'q. Hayotingizni, vaqtingizni ketkazmang. Ehtiyot qiling vaqtingizni. Tejang. Ana shunda siz ikkilanishdan chiqasiz. Siz uchun maslahat. Meni ko'rib turgan inson uchun maslahat. Yangi hayotni, yangi yilni hissiyotlaringiz bilan boshlang. O'zingizni sevishdan boshlang. Alloh bergan imkoniyatlarni qabul qiling. Alloh sizga yana bitta imkoniyat beribdimi, shuni qabul qiling, chunki sizni bu farovonlik, uyg'unlik, mo'l-ko'llik olib keladi bu yil. Bu yilingiz agar Xudo bergan yo'lni tanlasangiz, Alloh bilan bo'lgan shartnomalarni bajarsangiz, siz farovonlikka chiqasiz. Uning uchun yangi hayotni hissiyotlar bilan boshlashni ishlang, mehnat qiling. Обязательно siz g'oliblikka chiqasiz. Обязательно hamma aytganingiz bo'ladi. Sevgidan yutib chiqasiz. Hissiyotlaringizni tejang, hammaga beravermang. Bu yil sizni juda kuchli transformatsiya kutadi. Qo'rqmang, bu og'ir bo'ladi deb. Hech qachon hayotda yaxshi narsalar sizga yengil kelmaydi. Qanchalik qiyin bo'lsa, shunchalik og'riqda kirsangiz, siz transformatsiyadan o'tib orzularingizni amalga oshira bilasiz. Orzular amalga oshish uchun biz doim transformatsiyadan o'tishimiz kerak, yangi yo'lga o'tishimiz kerak. Oldingidaqa yasholmaymizda. Ana shunda faqat bizni orzularimiz amalga oshadi. Yangi yil, yangi hayot boshlanyapti. Siz so'ragan, Allohdan so'ragan hayot bo'ladi bu yil. Qo'lingizga oling hayotingizni. Bu ma'lumot oxirgacha ko'rib yetganlar uchun bo'ladi. Do'stlar, men hozir mana dam olish kunlari o'qitmoqchiman onlayn. Kartaga o'qitmoqchiman, taro karta, mak kartaga. Kim xohlaydi boshqalarga yordam berishni, shu karta orqali qiyinchilikka kirib qolgan insonlarga yordam berishni xohlasangiz, mana yangi yilga meni ham sovg'am bor, uyda bekor o'tirmay deb men sizni o'qitmoqchiman. Bu o'quvni kursi atigi 500 ming. 500 ming. Chunki sovg'a bo'lish kerak edi. Bekor qila olmayman, вообще bepul qila olmayman, chunki oldi berdi qonuni bor. Bu imkoniyatni hamma ko'rmaydi. Bu imkoniyat. Bizga doim imkoniyatlar keladi hayotimizga, lekin biz ko'ramizmi, yo'qmi? Bu bizni energiya maydonimizni kengligiga qarab bo'ladi imkoniyatlar ko'rishimiz hayotda. 500 mingga men sizni kartaga o'rgataman. Shu dam olish kunlari, kanyikulda kim xohlaydi o'qib olishi 500 ming. Qo'shilinglar, Telegram gruppada o'qitaman. Onlayn bo'ladi hammasi. Kim xohlaydi, telefon nomerimni yozib olinglar. 99 511 90 18. Telegramga kirib yozib, qo'shilinglar gruppaga. To'lov qilsanglar, masalan, gruppaga qo'shiveraman. O'qishni boshlaymiz, ertaga boshlaymiz. Bu imkoniyat bir kun. Faqat bir kun. Inshaalloh ertaga уже boshlaymiz o'qishni. Kanikul paytida kim imkoniyatdan foydalanmoqchi, o'ziga o'zi yordam bermoqchi, insonlarga yordam bermoqchi, mana siz uchun imkoniyat. Rahmat.